Assalomu alaykum do'stlar. Sizlar bilan bugungi videoda uyimni obzor qilaman. Tak, bu meni xonam. 3 etajli va ikkita balkon, вот bitta balkon. Bu meni xonam, bu katta televizorim, bu kompyuterim, bu pechkam, bu sandiqlarim, вот bu yoqda вот nima edi? Вот balkon, bu yerda yotib basseynga sakraydi, bu yerda chapdan ну вот o'zinglar bilasizlar, dachada bo'ladi bu hojatxona. Endi pastdan ko'rsataman. Chapdan mana uzr. Va bu mehmonlar kelsa yotoqxona. Bu ham bir bitta xona, meni ukamniki. Bu yerda ketdik. Endi pastga bu yer mehmonlar uchun stol va dasturxon yotilgan. Va pastga tushsak, bu yer kuxnya. Вот suplar tayyorlayapti. Bu yer sandiq, masallar bor. Bu yerda холодильник, bu yerda kitoblar, hozir kitob o'qib qoladi. Bu yerda esa pechka, chiqamiz. Endi вот kuxnyadan ovqat olib chiqib, oilaviy o'tiradigan joy bu yer. Va pastda bizada banya bor. Вот бассейн, а вот баня. Вот баня. Doimiy yonib turadi. Вот rasmlar. Endi chiqamiz. Ketdi. Вот katta basseyn. Va bular divanlar. Вот hojatxona. Bu men anjoliman, shuning uchun buni bizda. Buni bizda so'ri deyiladi. Yara bilmadim. Вот bu yerda yotsa bo'ladi. Endi bu yerda bu uyni o'ragan joylarim. O'ralgan. Полностью o'ralgan. Bitta blokdan qolgan. Bitta blokli joy qolgan. Endi ketdi. Вот uyimni ham obzor qildik. Endi mayli kelinglar, bu videoda yana haligilar shaharga ketgan. Ular keyin joy qilishi kerak, menimcha. Ishida qolib. Ketdik. O'zi tong otib man kech tushmoqda. Hamma sizlar uchun baliq tutaman. Ketdik. Agar sizlar shu videoda 20 ta obunachi kelib va 20 ta like kelsa, albatta o'lkaga yoki Daryoqdagi o'lkaga boramiz sizlar. Вот o'lkaga boramiz. Tak hozircha shu turamiz. Baliq chiqarmikan? Men nima qilyapman qizig'i? Hozir do'stlar, hozir uyga kiramiz ekan. Ertaga albatta sizlar bilan baliq tutamiz. Qanchani unini o'chir. Mana sniper jet. Do'konni ko'rsatmadim men ko'rsatgan. Bu do'kon. Buni oldingi videoda ko'rsatganman. Aytsa esda yo'q. ta obunachi va 20 ta like kelsa, albatta men Daryoqda yashab bo'laman. Ketdik. Uyga shoshilish kerak. Atak hech nima ko'rinmayapti. Bu qorong'uda. Buni olmasam jitellar ham kirib oladi. Men jitellarni yomon ko'raman. Давайте mana shu yerda uxlaymiz. Endi ketdi, baliq tutamiz. Do'stlar, sizlarga omborxonamni ham ko'rsataman. Temirchining uyini o'zimga omborxona qilib olganman.
Вот, achinchi narsa bor. Bu yerda kartam bor ekan. Ketdi endi. Haligi opam bilan bratishkam uyini sizlarga obzor qilib ketdik. Yo, bundan oldingi videoda ko'rsatganman. Mayli, bugun obzor qilamiz. Bunaqa chiqib ketamiz. 3-etajga chiqish joyi. Etajdan boshlaymiz. Bu o'tirib choy ichadigan joyi, bu o'zining yoqasi. Вот. Bu yerda narsalar hech narsa yo'q ekan. Nima ketdi? Ammo uy ochiq qolgan. Bu yerda mehmonlar cho'chadi. Bu yer mehmonlar uchun joy qilingan. Bu pastga tushamiz endi. Bu yer ijtimoiy emas. Bu yerda sandiq bor. Sandiqda ham shuncha narsa bor. Bu yerda esa bu yerda ham choychi, bu yerda o'tiradi просто. Chiqamiz. Bu yerdan endi sizlarga buni ko'rsataman. Ko'rsatganman bu do'konda. Sizlar yo'qsizlarga yangi ferma qurildi bizning qishloqda. Вот ferma qurildi. Bratishga qarayapti. Hozir bratishkaga bir yaxshilik qilamiz. Kelinglar. Bu yerga kiribman. Nega kiraman? Tuxumlar terib chiqamiz. Asal bo'lgan yordam ko'tarman. O'zbeklar. Qani? Hech qanaqa tuxum yo'q-ku. Tuxum yo'q ekan. Mayli. Nima ham yo'q. Ammo o'zim uyda bot bu joyda bo'lish kerak. Oho. To'g'ridan. Va bugungi video ham o'z yakuniga yetdi do'stlar. Xayr do'stlar.